30 yil deganda yengiligi, Damaschi akalar Damas'ni yengisi 2026-yildan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarildi. Bitta videoga like bosib qo'yasizlar, sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Narxini eshitib, kommentariyada fikr qoldirmasangiz bo'lmaydi, videoning oxirida narxini aytaman. Avtomobilimiz nomi Chevrolet N400. Gabarit jihatdan, ko'rinish jihatdan hamma narsadan hozirgi O'zbekiston sharoitidagi Wuling mashinasi bilan bir xil. Aynan shu kompaniya bilan hamkorlikda ishlab chiqarilayotgan avtomobil bo'ladi. Faqatgina Wuling dvigateli 1.2 litrli bo'lsa, bu avtomobilimizning dvigateli o'zimizda legendarniy Cobalt'ga o'xshagan 1.5 litrli MPI dvigatel bilan jihozlangan. Xohlasangiz metan, xohlasangiz propan, umuman muammosiz tushiradi. Ikkita pozitsiyada ishlab chiqariladi. Bittasi yuk tashuvchi va bittasi yo'lovchi tashuvchi. 7 kishilik mashina bo'lib, hamma komfortlari mavjud. Ya'ni konditsioner deysizmi, abagrev deysizmi, hamma narsasidan qilishadi. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar 186 milliondan oshiq, ya'ni 15 ming dollar atrofida bo'ladi. Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Siz qaysi birini tanlov qilgan bo'lardingiz? Bu videoni hozirdan Damas'i bor va Damas olmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.